Lattalanmasdan uydagilaringizga yetarsiz. Kim latta? Bugun aniq aytaman. Ay dada. Sen hali qizlar bilan gaplashadigan bo'lib qoldingmi? Qo'yog'i kim bu? Dada bechorani hech kim yo'q ekan, ko'chada qolgan ekan. O'shanga asrab oldim. Nima? Hayvon, qo'lingdagini ber, sovqatgandir bechora qizim. Yuring qizim. Popoxona. Dada bechorani qo'llari muzlab ketgan. Qarang, ko'chada sovuqda qolib Voy ketdi. bechora. Dada o'zim istaman. Ya sen nos chekkansan, hid urib qoladi. Qani? Dada qarang, bechora 3 kundan beri ovqat yemagan. Voy bechora ovqat yemaganmi? Ol qizim. Ol qizim, o'n tiq. Tiq ol qizim, ol. Tiq, davay, tez bo'l. Qanaqa shunday eshitasiz, jon? Sheragada eshitaylik oltin qanot. Aşkım, valschilik. Darmayet, nima qilyapsan? Mashtuz og'riyotdimi? Dada qarang, bechora kasal, yelkalari og'riyapti ekan. Tog'da saldabki o'zim masaj qilib qo'yaman. Mana bu xona spalni. Dadasiga tegishli. Dada bechorani uyi yo'qda ko'chada yotib yurgan, shuning uchun uylarimizni ko'rsatib chiqayotgandim. Yuring qizim, orqa tarafdan ham ko'rsataman. Yuring. Dadamga bugun aniq aytmasam bo'lmaydi. Ye? Tirnoqlaringizda bunlarni kavlab qo'yasiz. Albatta. O sen dadamni oldida nima qilib o'tiribsan? Uyalmaysanmi? Baqirma yenga. Voy, Guli, sendan kutmagandim lekin. Sansiraman yana. Merimiydi to'da ko'lda qilamiz, a? Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü.